Yaxşı to'donlama. Bugun mana dars o'tgan kunimiz. O'tganda men bir ikki misolni deb bergan. Bu ikki misolni deb bergandan keyin amba biz shuni sal cho'rdib, sal cho'nqurroq o'xshamagan nuqtadan so'zlaymiz. Bilimning cho'nqurligi sanda olmaydı, ha? Çoğunqurluqda oldu. Çoğunqurluqda. Mesela bir adam velosipedni mi çalıgındı, biladi. Maşinni mi çalı biladi. Bir tilni mi çalı biladi. Ishqibam manasini çalı biladi. Bilaman demdi qamuni. Bilamanning bilimlik bilan farqi shu. Bilaman hamma yerdan chalib chiqib jimilini biladi. Ammo hech qaysini cho'nqur bilmaydi. Bilimlik cho desa, u o'zining shu qilayotgan cho'nqur biladi, qolgan narsa aloqasi yo'q. Chunki bir narsa yetadi amaliyotda cho. Masalan, bir navoy nonni cho'nqur tushunsa, qancha cho'nqur tushunsa, u bir faylasuf bilan o'xshash darajada bo'ladi. Chunki cho'nqurlik darajasi ma'lum yo'q bo'lganda hamma narsaning mohiyati o'xshash narsa chiqib qoladi. Shu bir navoy bilan faylasufning farqi cho'nqurlikda bo'ladi. Cho'nqurlikda bo'ladi. Hamda nurg'un odamlar o'zgarsam deydi, ammo o'zgarmaydi. Özgür pakadamda. Ba'zi damlar izchilligim deb bir kun, ikki kun deb sanab yuradigan 5-ni chiqaryapti. Bu umumu uzunga bormaydi, mag'lub bo'ldi. Hamda odamlarning shu nemishqa o'zgarmaslik to'g'risida bilgan bir analiz qilib boqaylik vaqtdoshlar. Shu kun oldida bir qiz bilan parashib qoldim. Men bu qiz 30lik chiribdi. Hamda bu qizmi shu to'y qiyig'im yo'q deydi-chu. To'y qiyig'im yo'q. Demak, o'ziga bir tuyg'uni tushuntiryapti-chu. Hamda bu tushunlar, men dedim, to'y qiyig'ingiz yo'qmi yoki to'y qilmaslikdan qo'rqyapsiz dedim. Desam turib qoldi bu qiz bolda. Turib qoldimdi. Bu yerda endi ikki o'xshamagan tushundirish vosita vaqtdoshlar. Bu qiz to'y qilg'im yo'q dedi. To'y qilg'im yo'q deganlik uchun bu bir yaxshi ifodalash-chu. Masalan, ba'zi qizlarda, masalan, o'rta maktablarda matematikani bilanmasa, bilmayman demaydi o'jaqlari. Nemishqa desa, chunki bilanmadim deyish uning egoriga bir beyaramchilik paydo qiladi. Ammo xo'sham yo'q desa yaxshiroq to'yladimda. Xo'sham yo'q desa yaxshiroq to'yladi. Bilanmadim deyish uningga bir xililiqi. Sen bosh qildin, o'tgansan degan tuyg'uni bergashga, ego bu tuyg'uni yaxshi ko'rmagashga darhol chiroyli ismdan buni qo'yib, xo'sham yo'q deydi, rost xush olmaydi ashning. Badanim mengismi moslashib turdi ashning-chu. Asli uning u hissiyoti, xush yo'q hissiyotining oqida nima bor deganda xo'sham yo'q degan ko'z qarash bor. Bu ko'z qarashning asli aslida nima bor desa, bilmayapman degan beyaram tuyg'u bor. Bu beyaram tuyg'uni yo'q qilish uchun odam bilanmayapman deganning o'rniga xiyolga
Xo'sham yo'q degan almashtirdi. Bir yaram tuyg'uni yaxshilayman deb. Xo'sham yo'q degan bu o'yinning oqida xo'shi yo'q bo'lishdan iborat hissiyot paydo bo'ldi. Tushunyapsizlar? Sal murakkablashtirib o'tdimmi yo? Ham buning ta'siri kuchli bo'ldi savoqdoshlar. Buning ta'siri kuchli bo'ldi. U qizmi to'y meni boshqalarning ommasligidan to'y qilinmaslikdan ansirayman, qo'rqayman deyish ta'sir keldi qiz bolg'ichi. Qizlar tug'ma. Har qanday qiz bola o'zini boshqalarga yetmayman deb qaraydi. Mayli bu qiz qanchalik o'ziga ishonadigan ko'rinsin, yoki chiroyli bo'lsin, u yana ichida bir xil bexatarlik tuyg'usi kamolatda turdi. Bu xil bexatarlik tuyg'usi kamolatda kishilar doim boshqalarning uningga to'xtamay uni cho'rin qilib, uning chiroyliligini, uning yaxshi ko'rishga arziydiganlik to'g'risida mundaq deyishni umid qildi. Shunga masalan qiz bolalarni shindon qila oladigan 3 so'z. Birisi sizda hech qanday kamchilik yo'q, mening nazarimsiz mukammal degan bu gapni anglasa qizlar shindon bo'ldi. Yana birisi men siz bilan mangu bil o'taman degan anglaganda qiz bolalar darhol ta'sirlandi. Yana birisi men sizni yaxshi ko'raman desa ta'sirlandi. Nemishqa? Qaranglar. Bu 3 so'z nemish bo'lig'i undaq ta'sir qildi? Chunki mushu 3 so'zning oqida qizlar yoki ayollarda bo'lgan bir xil psixika ojizlik yushinib turibdi. Sizni yaxshi ko'raman degandan u hayajonlangani, u doim o'zidan gumon qilib turdi. O'zini boshqalarning yaxshi ko'rishiga arzimaydigandek tuyg'u qoplab turdi ayollarni. Ikkinchisi, mening nazarimsiz mukammal degani, buning da ta'sirlangani bu ayollarda doim bir xil o'zining ma'lum yerdan kamtubdek his qildi. Har qanday qiz bola badandan qusur, ma'lum bir kamchilikni topadi. Ash kamchilik tufayli oningda doim bir xil anchongan kam bo'ldi. Hatto uning keyingi ayollik turmush ham ta'sir qildi. Biz buni keyin yana tafsil to'xtalamiz. Yana birisi, men siz bilan mangu o'taman desa nima ta'sirlandi desa, chunki ayollar doim qo'rqishda yashaydi. Bu hamda jin xoshilishi deymiz. Tadris taraqqiyot psixikasidan qaqqagan bir xil qoldiq ansirash, chunki burungi ibtidoiy vaqtlarda ayollarning o'zi yashash, o'zi hamda hayot kechirish iqtidori butunlay bo'lmag'achqa, butunlay tayanganlik uchun bir ayol uchayilib aytganda erdan ayrilib qolish o'lim bilan barobar bo'lganda burun. U o'zi jon boqolmaydi. Shunga men siz bilan mangu bir yashayman degan bu ayollarga zo'r darajada bir xil bexatar to'yga taqilgan gap. Gerçi bu gaplarning yolg'onligini bilsa-mu, ayollar bu yolg'on gapmi? Amal yo'q, avtomatik inkas bildirdi. Masalan, birisi ko'zalni oldiga qo'lini bunday qilib qo'ysa, ko'zalni jumbolsang'u, uning hamda barmoqini ko'zalni tiqib etmaydigini bilsizlar. Hech kim ko'zamga barmoqini tiqib etdi deb jummaydi. Chaqchaq qilayotganini bilsanglarmi? Ko'zalni amal yo'q jumbagandek bu gaplarning ko'pinchisining yolg'onligini qizlar bilsa-mu, ammo amal yo'q buningga endaq refleks inkas bildiradigan gap. Hamda ash qizning to'y qilg'im yo'q degini dal nima desa, o'zidagi meni hech kim yaratmaydi, men to'y qilolmayman degan bearam tuyg'uning o'rniga to'y qilg'im yo'qdan iborat bir ratsional quloq xo'sh yoqadigan bir gapni qildi. Bu o'yinning oqida rost uning to'y qilg'isi kelmay qoldi. Ammo to'y qilolmaydi endi. Ammo bu hargiz bu qizning asli arzusi emasda.
Onu toy qilib badi. Endi bu yerdagi signal yaxshi signal emas, savoqdoshlar. Yaxshi signal emas. Demak, bu qiz endi hargizmi toy qildigan bir odam uchirmaydi. Anglashildi. Men 1 soatlik darsdimi degan odam signal yo'llaydi dedim. Xuddi biz bir odamlar bilan yo'lning o tarafidagi odamga veyshinimizda maya kel desak kelgandek odam signal yo'llab meni yaxshi ko'r, men o'chol, men bilan urush, meni ko'z qilma, meni amma, men hech kimning elishiga loyiq emas yoki degandek signallarni yo'llab turdi savoqdoshlar. Qarshi tarafmi sizlarga sizlar nima deganinglar, nima qilganinglar emas, nima signal yo'llaganinglarga asosan inkos bildirdi. Inkos bildirdi. Şu ba'zi ayollar tirishib baqidi. Men bir yaxshi muomala qilib baqay deb harakatini o'zgartirib baqidi. Ammo ichki dunyosida yanla qarshi tarafga bo'lgan bir xil o'shmanlikni ifodalaydi. Qarshi tarafmi buni his qila oladi. Demak, oning o'zgargan harakati mag'lub bo'ldi degan gap. Şu an bu qizning bu xil to'y qilg'im yo'q degani, mana bu nimasi aslidagi bearam o'y xiyollardan qochib o'zini narkoz qilgan yaxshi bir gap bilan qilg'ini keyin kelgusida bu qizga ziyonli degan gap. Bu qiz qanday qilish kerak desa, bu qiz men to'y qilishni qo'rqaman deyish kerak. Buni deyish, menda o'ylaysizlar. Mushun desam, shunda bearam bo'lman deysizlar. Odam ana shu amlit bearam bo'lmaydi-ku. Ego bearam bo'lsa, shunda desan, haq nima deydi seni? Degandikilar, shu bearamlikdan qo'rqib nima desa, o'zini aram topqizgan bir gaplarni qilib o'ynaydi, natijasi bo'lsa, uning taqdir natijasi yaxshi chiqmaydi. Shu asli bu qiz nima deyish kerak desa, men qo'rqatıman. Meni hech kim xuddi olmaydigandek. Men elish arz. Motion degan hamon, isonlos motion degan hamon ajoyib bir illiq tuyg'uda bo'ladi-ki odam uning qo'yib turayotgan barliq manfiy zaryadlari, manfiy signallari biroq o'zgaradi. Aksicha nihoyat tezla bu qiz o'zining hayot hamrohini topib to'y qila oladi. Bu gapimni yaxshiroq o'ylashinglar. Bu mana bizning o'lib chashqandan iborat tunji darsimizni bazoq silishimizning sababi shu amaliyotda. Endi o'ylaysizlar, rost o'zini e'tirof qilsa shunda bearam bo'lgandek. Ammo shuni deb bo'lgandan keyin shundoq bir rohat tuyg'u chirmaydigan odamni uning yolg'on gap bilan fuga qilgan da shakllangan manfiy zaryadlarning hammasi darhol to'xtaydi degan gap. Ikkinchi to'xtalgan narsamiz shu shaxsiyatchilik. Bu shaxsiyatchilik desa, bu bir xil salbiy anglandi-ku bu. Ammo shaxsiyatchi odam bo'lish bekchiq bilim ketadi vaqtlar. Inta çok bilim ketadi. Bu shaxsiyatchi bo'lish qandaqdir nachar ish emas, balki bu ta'sis. Intayin ta'sis. Shaxsiyatchi degan gapning hamda biz tushunchini nima qilsak, o'ziga foydaliq ishlarni qilguvchi degan gapda ama shunami? Buning salbiy bo'lishi hamda boshqalarga ziyon selish badliga o'ziga foydalashni ko'rsatish kerak. Biroq bu mumkin emas. Boshqalarga ziyon selib o'zi foydalash mumkin emas esa vaqtashlar. Sizlar bilimlar yana bir qadar cho'nqurlashganda shuni his qilsangki, amaliyotda dunyoda boshqa odam mavjud bo'lmaydi. Sizlar boshqa odam deb qarayotgan odamlarning amaliyotda o'zining bir qismi ekanligini his qilsalar, unda olganda xuddi bir odamning puti og'risa, voyjan puti, bizning putimiz mesela put og'risa,
Умы bizning bir qismimiz bo'lgandikan vajan degandek, boshqalarningmi azobi put og'risa silimi vajan deydigan bir tuyg'uga kelsalar, ammo buni zo'rlab qilolmaydi. O'zingni bek aldib olmanglar. U bekkilik yuqori bilim talab qiladigan ish bu, intayin bilimlik bo'lganda andin odam mehr shafqatlik bo'lib ketadigan gap. Hamda o'tib tursin, hamda bek yuqori saviyani demayli, shaxsiyatchilik degan misol o'ziga foydali ishni qilguvchi degan gap. Ammo nurg'un odamlar ning qilayotgan ishi yoki shu chiqarayotgan qarori o'ziga foydalimi deganda natayin. O'ziga foydali bo'lmay qolmasdan boshqalarga hatto ziyonli. Masalan, sizning do'stinglar sizdan pul so'radi, Sizlar bu do'stinglarning sizning pulingni qaytarib bermaydiganligini bilasizlar, Ya bermayman demaysizlar. Ba'zinglar hamda salla xeli yomon emas. Bundash jiq ko'rib ketganlar, o'yag'an timadash, bizning qiygan timadash, u bu deysizlar-da. Ba'zinglar berib turibsizlar masalan, yo'q deymaysizlar. Endi bu harakatinglarni sizlar nima deb tushundirsizlar deganda, nurg'unlar bu harakatinglarni do'stim tursa, so'rayotgandiki, ba'msan bo'lmaydi deysizlar. Emlet sizning uningga pul berginglar bo'lmasimi, pul berib turishinglar hargizmi sizning yaxshi odam ekanliging, siz o'zingiz deyotgandek yaxshi odam ekanligingni direkt bermaydi. Bu yerda bir qo'rqish bor. Nima qo'rqish bor desa, uning ko'nglining og'rib kelishidan qo'rqmaysizlar, ammo ba'zanlar ko'ngli og'rib qolmasin dedim deysizlar. Uning ko'nglining og'rishidan qo'rqmaysizlar, balki uning nazaridagi sizlar tirishib shakllantirayotgan silining, ya'ni qarshi tarafning nazaridagi silla shakllantirgan yolg'on menning yo'qolib ketishidan ansiraysizlar-da. Bir bo'lsa bu deganlik balki mashning nazarda sizlar bir qo'li kang bir odamni yaratib olgan bo'lishingiz mumkin, yoki bir ashning nazarda sizlar yaxshi bir odamning obrazini yaratib olgan bo'lishingiz mumkin. Sizning qo'rqaydigan nimasi shu o'zing yaratib olgan shu obrazning yo'qolib ketishidan ansirash tufayli bu pulni berib turdinglar-da. Demak, bu yerda o'zingizga ziyonliq bir ish qildinglar, qarshi tarafga bir ziyonliq ish qildinglar. Chunki sizning uni berib turganingiz yo'q-da. Natijada u buni biladi, bu sizlar buni bilsizlar, bu berib turish vaqti kelganda ig'ir darajada shikanglar munosabatiga ta'sir qildi. Bu bir misol hamda. Yana nurg'un odamlar bor. Ular shu ba'zi kishilarning masalan taklifini, talabini rad qilolmaydi. Rad qilsa rad qilolmaydi. Ondan o'zi bilan o'zi baka pichilinib, puchilinib, beoram bo'lib meni bo'zak qildi deydi. Rad qilsa bo'ladi o'chu. Hech kim bo'zak qilmaydi. Meni mandavlab, meni deb. Amaliyotda shu desa, uni u bo'zak qilmadi. U faqat nimasi rad qilsa bo'ladi, ammo rad qilolmadi. Nima rad qilolmaydi? Suymas vaqtdoshlar. Odamlar o'zi bir qo'rg'on qurdi. O'zi bir menni shakllantirdi. Bu menning ichiga go'zal ismlarni qo'yib oladi. Shu go'zal ismlarni qo'yib olib, boshqaning talabini, hattoki ziyoda o'ziga ziyonliq bo'lgan talablarni rad qilishning o'zi uning o'zi tiklab olgan obrazga mos kelmaganlik uchun shu menni saqlab qolaman deb, egoni saqlab qolaman deb o'ziga ziyonliq nurg'un ishlarni qilgan odamlar bor. Demak, bu nuqtadan elib aytganda suyunlik savoqdoshlar, bu shaxsiyatchi bo'lish degan o'ng'ay narsa emas. O'ng'ay narsa emas. Uning uchun sen har bir chiqargan qaror va harakatlaringning mandaq desam qandaq bo'ldi, mushtaq desam mening qaysi tiklab olgan obrazim ta'sir qildi emas,
Mağa muştun paydası var mı yok mu? Karşı tarafki paysı var mı? Mağan oylanish kerak. Ama bu sal ters to'xtaydi. Ters to'xtaydi. Buning uchun dal yana nima desa, rad qilinmaslikning sababi bo'lgan egoni yaxshiroq tadqiq qilgan vaqtda shu men rad qilinmabdiman. Chunki buni rad qilsam, men sizib olgan men bo'lmay qoldi ekanman. Shunga men o'zim sizib olgan menni saqlab qolish uchun uning o'rinsiz talabini rad qilsam bo'lmaydi ekan deydi. Shuning bilan u o'zi sizib olgan o'zini, ya'ni men sizib olgan menni saqlab qolish uchun o'ziga ziyonli bo'lsa-mu, u ishni qilib soldi degan gap. Demak, bu yerda men bu yerda deganda shaxsiyatchi bo'lishqimi bir cho'ng bilim ketib olgan gap. Bo'ldi, unda spaghetti shunchalik so'zlaylar, saboqdoshlar. Bu bal tarbiyalashmi bek muhim, saboqdoshlar. Ba'zi ota-onalar va bolalarning qattiq o'rinsiz talablarini rad qilolmaydigan ota-onalar va chunki uni rad qilsa, xuddi u uysiz bo'lgan kuyimchan ota-ona bo'lolmagandek tuyuladi. Ammo bolalar pedagogikasida bu intayin ziyonliq, o'ziga ziyonliq, bolaga ziyonliq, chunki bola to'xtamay chegara izlaydi. Ota-onasining yo'q deyishini umid qiladi. Yo'q deganda ota-onasi bo'lgan o'zining chegarasini bilalaydi, ozod his qiladi, bexatar his qiladi. Kishilik turmushda amaliyotda boshqalarni rad qila olgan odamni boshqalar boshqacha yaxshi ko'rdi, hurmat qildi. Bo'ldi, unda olsa bugungi darsimiz to'liq tamomlandi. Payshanba ko'rishinglar, ko'rishguncha meni bek sig'inib ketmanglar.